Assalomu alaykum, efirda Nazar haftalik ma'lumot dasturi. Har doimgidek bu safar ham dasturimizda o'tib borayotgan haftaning muhim voqealariga yana bir bora nazar tashlaymiz. Studiyada Davron Nasibxonov bugungi dasturimizda 4,5 ming fuqaro saylov huquqidan ajrashi mumkin. Такталуу иштери болсо, бул 4,5 миң жарандын биометрикалык маалымат топтоо болуп атканда Кыргызстан боюнча эч кандай маалыматы жазылган эмес. Damkom yashovchilarni bir partiyani qo'llab berishga majburlamoqdami? Bedarak ketgan harbiy ovchilikda yo'qolgani aniqlangan. Armiya degan soldat deganda kiyikka chiqarmaydi. Qirg'izistonda elni, yurtni qo'rg'osin, mekanni qo'rg'osin deb. Dasturimizni boshlaymiz. Davlat ro'yxatga olish xizmati 4,5 mingga yaqin fuqaroning yashash manzili haqida to'liq ma'lumot yo'q ekanligini aniqladi. Shaxsiy ma'lumot topshirganlarning manzili aniq yozilmay qolishi operatorlarning kamchiligi. Endi manzili aniq yozilmaganlar 19-sentyabrga qadar aniq ma'lumotlarni topshirishi kerak. Agar manzil to'liq ko'rsatilmasa, ular ovoz berish huquqidan ajrab qoladi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Davlat ro'yxatga olish xizmatining ma'lumotiga ko'ra, shaxsiy ma'lumotlarni topshirgan 4,5 mingga yaqin fuqaroning yashash joyi ko'rsatilmagan. Aniqroq aytganda, bioma'lumotlarni olish vaqtida operatorlar yashash joyini to'liq yozmagan. Hozirgi vaqtda mazkur kamchilikni to'g'rilash ishlarini davlatning barcha hududlarida olib borilmoqda. Такталуу иштери болсо, бул 4,5 миң жарандын биометрикалык маалымат топтоо болуп атканда Кыргызстан боюнча эч кандай маалыматы жазылган эмес. То есть, допустим, Асан уулу, допустим, Нурбек Ошто эле койгон, бул Ош шаарыбы же Ош областыбы же кайсы район экени толук белгисиз. Бирок ошол Асан уулу жана айтылган баланын же ошол жана 4,5 миң жарандын тизмесин, адрестик бюродон бардыгын таап алып чыгып, бизилдеп 19-на чейин иштер бүтмөкчү да. Yashash joyi haqida to'liq ma'lumot ko'rsatilmay qolgan fuqarolar ro'yxatdan o'tgan yerga borib aniqlasa bo'ladi. Hozirgi vaqtda ularning ro'yxati tuzilgani, manzili yozilmay qolgan fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Propiskasi жазыш керек. Propiskasidan keyin biometrikadan o'tib atgan yerini жазыш керек, хотя бы. Бирок пропискасын ошол жерге жазыш керек эле, ошон үчүн жазылбай калып, же дареги жазылбай, же шашып ушуп жазган моменттер болот, же унутуп калып, баягы көп адамдар топтолуп келген жерден жазылбай калганда ошо дарексиз калып кетет. Ma'lumoti to'liq yozilmay qolganlar 19-sentyabrgacha aniqlab olishlari kerak. Agar manzil aniq ko'rsatilmasa, fuqarolarda saylovda ishtirok etish imkoniyatidan ajrab qolish mumkin. Hozirgi vaqtda O'sh shahrida manzili aniq ko'rsatilmaganlarning soni 70 dan ortiq. Ularni qaytadan ro'yxatdan o'tkazish uchun ikki operator ish olib bormoqda. Ba'zan chiqqanda o'sha je pasport bilan tushib, je biometrikasi bilan tushib. O'sha pasport bilan tushib, biometrikasi bilan qaraganda biz o'shoga o'tirg'izamiz. O'zining qaysi неме болсо, көчө болсо, ошо көчөсүнө биздин өзүбүздүн базабыз бар, ошого карап туруп, ошо өзүнүн жашаган жерине, өзүнүн участогуна отургузабыз ошон үчүн. Davlat ro'yxatga olish xizmati fuqarolarning ovoz berish huquqini saqlab qolish uchun 19-sentyabrgacha 119 qisqa raqamiga yoki 0312 kodi bilan 98 61 41 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, yashash manzilini bildirib qo'yishni iltimos qiladi. Qo'ng'iroq qilish bepul. Madina Ulug'bek qizi Jumagul Zakir va Zayr Abdukarimov, Intimaq. Saylov mavzusida davom etamiz. O'sh shahrida partiya bilan shartnoma tuzgan uy komissiyasining rahbari yashovchilarni mazkur partiyani qo'llab berasizlar deb tazyiq o'tkazmoqda. Har bir yashovchidan pasport nusxasini talab qilayotganligini Razzoqov ko'chasining 26-uy yashovchilari bildirishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, uy komiteti rahbari yerto'ladagi quvurlarni partiya vakillariga ta'mirlatishni, buning uchun esa mazkur partiyaga ovoz berishlari kerakligini aytib majbur qilgan. Bosh tortganlar esa 1,5 ming so'mdan to'lash kerakligini bildirib qo'rqitganligini aytib, yashovchilar norozi. Razzoqov ko'chasidagi 26-uyning rahbari yashovchilardan pasport nusxasini talab qilayotganligini u yerdagi yashovchi Ali Abdiyasov aytib norozi bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, uy rahbari kecha tunda har xonadonni qidirib, bir partiya bilan shartnoma tuzganligini e'lon qilgan. Shartnomaga ko'ra, u partiya yerto'lada joylashgan quvurlarni ta'mirlab beradi. Buning uchun esa har bir saylovchi o'z ovozini mazkur partiyaga berish kerak. Shaylay olmayman, kelajak birle vodokanal men бүтпөйт. Kelajak boshqa yoqda, menda ixtiyor bor, qaysi partiyani shaylash. Desem, жооп 1,5 мыңдан билесиң, эртең көрөсүң, эртең кызуучу болот деп коркутуп кетишти.
Kvartiradan çıkarabız dep, nereden seni жашатпайм, ертең көрөбүз деп. Кимди ким жашатат эми силер чечеткенсиңер дедим да көрсөң. Заявление жазам дедим. Мен ошо прокуратурага заявление жазам, биздин укукту коргогула. Монтип кечеги партиялар чогулуп коркутуп атат да. Мажбур менен кыйнап шайлагыла деп. Ali Abdiyasovning so'zlarini boshqa yashovchilar ham tasdiqlashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, pasport nusxasini berishdan bosh tortgan yashovchilardan uyni ta'minlashga sarflanuvchi mablag'ni to'plab berish kerakligi aytilgan. Aytilgan so'zlarni qanchalik haqiqat ekanligini bilish uchun uy rahbariga murojaat qildik, lekin u javob berishdan bosh tortdi. Nega nachatasamecha? Qochmay bormen, aytmamakka bor, lekin o'qitib qo'ymayman. Men aytmadim, qarindoshi bo'lib. Uy oldidagi yashovchilarning tortishuvlari sabab bo'libmi, uy rahbari qaytib chiqdi. U qarshi chiqqanlarga hujum boshlab ketdi. Keyin esa uy rahbari yerto'la ahvolni ko'rsatib, 3 yildan beri ta'mirlanmaganligini aytdi. Yashovchilar ta'mir uchun kerak bo'lgan mablag'ni to'plamaganligi uchun mazkur partiyaning taklifiga rozi bo'lganmiz deydi. Lekin barchasi yashovchilarning roziligi bilan bo'lganligini aytadi. Partiya menga o'shal dogovor qilganda bermaydi. Men buncha golос cho'g'iltirib berem desam, o'shancha golос cho'g'ilsa, menga dag'i bermaydi. O'shani golosini chiqartirib salam 1,5 mingdan. O'sha golosni qolganini 10 golos bermaydi, 15 golos bermaydi. O'shani kvartirantlardan alamdag'i o'g'a berib qo'yam bor. Kim partiyalarda o'shal qilib bera turgan partiyalarda shaylamagan bo'lsa, emesa aqchasini belgiladim. Men alda partiyamdag'i kuygizib bergim kelmaydi. Bir yıldan beri mına bir yıl neme olsa 1,5 mingden her bir kvartira çoğultalmay koyduk. Bugün bir kvartiraga girsek bolup tur ertең barsak başkası açat. Anın hiç kim özün canından koşalmaydı da. Turabı? Mындай partiyalar oңдоп beremiz деп atkanda пайдаланыш kerakmi? Huquq himoyachilari fuqarolardan pasport nusxasini talab qilish qonun buzilishi ekanligini aytishadi. Shu sabab bu kabi vaziyatlarga duchor bo'lganlar huquq himoyachilariga murojaat qilish kerak. Mazkur vaziyatda uy rahbari javobgarlikka tortilishi mumkin. Har kim o'z ixtiyorida o'y fikrin erkin bildirүүгө укуктуу да, ошол укугу эркин болбой калып атпайбы? Бул жерде кысым көрсөтүп, ана паспортуңарды бергиле, кааласаңар ушул шайлайсыңар, болбосо шайлабайсыңар деген бул өзү укуктун бузулгандыгы. Анан аны келишим түзүп туруп сатып алганга ар бир шайлоочунун добушун, алардын укуктары чектелген десем да болот да. Markaziy saylov komissiyasi vakillarining so'zlariga ko'ra, partiya saylovgacha yordam ko'rsatishi qonunga qarshi kelmaydi, lekin ovozni sotib olishga harakat qilish yoki pul berish qonunbuzarlikka kiradi. Siyosiy partiyalardan jamoatlarga borib, mınavuncha golos bersenger, mınavul жерге доңдоп берем деген үгүт иштери бул мыйзамга туура келбейт. Эгерде ошол партия ушунчалык эле ошол элге жардам бергиси келсе, мынанча добуш бергиле берсеңер дебестен биз үчүн, биздин партия үчүн добуш бериңиздер, мынау иштерди кылып беребиз деп үгүт насаат иштери жүргүзсө болот. Markaziy saylov komissiyasidan qo'shimcha qilishganday nomzodlar targ'ib qilishi mumkin, lekin ovozni sotib olishga harakat qilganlarga qonun doirasida chora ko'riladi. Madina Ulug'bek qizi, Jumagul Zakirova, Azam Buzrikov, Intimaq. Bedarak yo'qolganiga 1 oyga yaqin vaqt bo'lgan O'sh harbiy prokuraturasi askar chegarani nazorat qilish vaqtida emas, ovchilik qilish uchun kelgan vaqtda yo'qolganligi aniqlandi. Chegara xizmati navbatda turgan 4 harbiy o'z boshimchalik bilan ovchilik qilgani ketganligini ma'lum qildi. Bedarak yo'qolgan harbiyning onasi esa o'g'lim rahbarlarning buyrug'i bilan ovchilik qilish uchun ketgan deb rahbariyatni ayblamoqda. Shuningdek, chegara xizmati 2 xil ma'lumot tarqatganligi gumonlanishga sabab bo'lmoqda. Avval harbiyning yaqinlariga qochib ketdi degan ma'lumot berilsa, jamiyatga bedarak yo'qoldi degan xabar berilgan. Mına военный sureti, mına гражданский sureti. Mına военный. Bir oydan beri qidirilayotgan askar kiyik ovlagani chiqib yo'qolgan. Hozirda bedarak bo'lgan Beksuldon Baradinov bilan birga 3 nafar harbiy rahbarining buyrug'i bilan ov qilishga chiqishgan. 4 harbiyning ikkitasi boshqa yo'nalishga ketishgan, yana biri pastda qolib, Beksulton tog'ining yuqori qismiga chiqib ketib qaytgan emas. Mazkur ma'lumotni yo'qolgan askarning onasi o'g'li bilan birga kiyik ovlagani chiqqan harbiylarning so'ziga tayanib bildirdi. Negiz tarbiya jo'qliqdan shunday olishdi. Armiya degan, soldat deganda kiyikka chiqarmaydi da. Qirg'izistonda elni, yurtni qo'rg'osin, mekanni qo'rg'osin deb armiya. Bo'lmasa uni kuniga kiyik atib jeb жүрсөлөр, onda qanday armiya bo'ladi? Жанагы шеріктер билет, ошолор нерсе кылганбы деп ой кетет да.
Анан кийин жанагыдай эмелердин колго түшүп калганбы дейбиз. Эме ташыгандарға, наркобарондар. Заставанын командирлери билет, ошолордон терапия этебиз балабызды. Мүмкүн улар атайлап эме кылган, уюштурган. Bedarak yo'qolgan harbiyning yaqinlari chegara xizmatining 2 xil ma'lumotiga gumon qilishmoqda. Oilasiga qochib ketdi deb xabar qilishgan bo'lsa, jamoatchilikka yo'qoldi deb ma'lumot tarqatishganini misol qildi. O'g'lining harbiy xizmat muddati tugashiga 1 oy vaqt qolganini bilgan Mayram Bakirova qochib ketdi degan gapga ishonmagan. Yo'qolgan askarni qidirishga Milliy xavfsizlik xizmati, chegarachi harbiylar, Favqulodda holatlar ministrligi, shuningdek, Tojikiston chegarachilari ham jalb qilingan. Bundan tashqari qishloq yashovchilari bir necha kundan buyon Beksultanni qidirishmoqda. Qanchalik mol jo'g'ilsan davlat qo'li odam. To'g'ri emas-da? Otdi boshda odam jo'g'ilib ketsa, mamlakat nish qiladi. Armiyani jo'g'itib ko'rsa. Talaqalıqdan bo'lib o'tadi bu ish. Бұл жерде мисалы ошол командирі жоқ болса, зам командирі болса, зам командирі ошол солдаттарға жооп бербей өзүнүн кызыкчылык үчүн жүргөндүр. Өзүнүн кызыкчылыгын кийикке жөнөткөндүр. O'sh harbiy prokuraturasi askarning ota-onasi aytganday chegarani qo'riqlash uchun emas, ovga chiqib bedarak yo'qolgani to'g'risida rasmiy ma'lumot bildirdi. Hozir mazkur fakt bo'yicha 3 jinoiy ish qo'zg'algan. Кылмыш ишин тергөө убагында алар нөөмөткө эмес, башкадагы 3 чегарачы менен бирге аңчылыкка чыкканы дайым болду. Төртөө 4 жакка бөлүнүп 2 сааттан кийин белгиленген жерде кайра чогулмак болушкан. Бирок 2 сааттан кийин Бексултан Баардинов келген эмес деп атышат. Эмне үчүн аңчылыкка чыгышкан? Аларга мындай буйрукту ким берген? Мунун баарына катышы бар кызматкерлерге юридикалык баа берилет. Учурда бул факт боюнча 3 кылмыш иши ачылды. Harbiyning navbatchilik vaqtida emas, ovga chiqib yo'qolgani ma'lum bo'lgandan keyin bir kun o'tmay chegara xizmati avvalgidan boshqacha ma'lumot tarqatdi. Ularning ma'lumotiga ko'ra 4 nafar harbiy chegara xizmatida yurib mustaqil ovga chiqishgan. Aldagi avariya xato bo'ldi, tuman tushib, qor yog'ib, suv bo'layotgan edi yo'qon. O'sha yerda tuman tushgan vaqtda adashib ketdi deb ma'lumot berganmiz. Kechirim kerak, chegara xizmatini yetakchilik tomonidan xizmatda birlikda yurgan жыйынтыгында мына саясий кытапта билип атат, что алар чындап эле чегара кезинде чыгып туруп, бирок андан ары өздөрүнүн маршрутун өзгөртүп туруп, өз алдынча аңчылыкка чыгып кеткандай белгилүү болуп атат. Eslatib o'tsak, 1 oydan buyon bedarak yo'qolgan harbiy 19 yoshda. Uning yaqinlari tez orada topilishiga umid qilishmoqda. Davlat chegara xizmati qo'shni davlat chegarachilari bilan birgalikda ish olib bormoqda. Olmaliqda yer ko'chkisi xavfida bo'lgan 25 uy egalariga 5 million so'm bo'linadi. Bundan tashqari har bir xo'jalikka 200 ming so'mdan suda qatori beriladi. Bu haqda prezident Almazbek Atambayev O'shga qilgan ish safari vaqtida bildirdi. O'lka rahbari ko'chki bo'lgan joy bilan tanishib va ko'chki ostida qolish xavfida turgan oilalar bilan uchrashdi. Shuningdek, mahalliy hukumat vakillariga qishga qadar uy bilan ta'minlash topshirmasini berdi. Batafsil navbatdagi lavhada ko'ring. Yer ko'chki ro'yxatga olingan hududda yana xavfli deyilgan 15 uyni ko'chirish kerak. Jami 25 nafar yashovchini xavfsiz yerga ko'chirish zarur. Lekin mahalliy hukumat yer masalasi bo'yicha yakuniy qarorga hali kelgani yo'q. Bunga Olmaliq aholisi shaharga, yer esa Navqat rayonining qaramog'ida ekanligi sabab bo'lmoqda. Biz O'shdan yordam bersa deb so'rantamiz. Ana o'shol uylarimiz, o'sha yerda yashagan shaxtaning uylari, murun korpuslari bardigi shaharga qaraytdi-da. O'shuning uchun shaharga qaragan uchun da dokumenti yo'q bo'ldi bizning uylarimizda. Yashovchilar qish mavsumi yaqinlashayotganligidan xavotirda. Hozirgi vaqtda 10 xo'jalik chodirlarda kun kechirmoqda. Favqulodda holatlar ministri Qubatbek Bo'ronov yana 15 uy nazoratda turganligini bildirdi. Hozir endi uyni qura boshlaganda жаңы жерге eski uyda жашаганга болбойт. жаңы үйдү куруп талышпайт негизинен. Бул баарыбызга маалымат. Ошондуктан кыштан чыгуу үчүн биз ошол жанагы убактылуу контейнерден жасалган үйлөрдү коюп беребиз. Азыркы убактагы планыбыз ошондой. Эгерде башка бир жерге жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү жергиликтүү бийлик тарабынан чечилип калса, мүмкүн башка жактарга дагы жайгаштырсак болот. Xavfli deb hisoblangan hudud yashovchilari bilan bugun mamlakat rahbari Almazbek Atambayev uchrashdi. Prezident xavfli yerdan ko'chirish zarur bo'lgan xo'jaliklar uchun 5 million so'm ajratilishini va'da berdi. Mablag' har bir oilaga 200 ming so'mdan 20 yilga suda qatori beriladi. Undan tashqari prezident fondidan 200 ming so'm yordam puli beriladi. Men o'ylab turam, sizlar janagı 200 mingden 20 жылга алганыңар эле туура. 20 жылдан кийин ал 200 миң кандай болот? Мен болсо атайын катары. Мен да бир 200 миңден жөн эле кошуп берейин.
Akıllı. Oşonda Kuday buyurursa. O'sh shahar meri esa yer bo'yicha so'zlashuvlar olib borilayotganligini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, xavfli deb hisoblangan hudud yashovchilari shahar qaramog'idagi Qoratosh qishlog'iga ko'chirilishi rejalashtirilmoqda. Шаардын карамагына өткөрүү боюнча биринчи кезекте ошол жер маселесин чечиш керек. Эгерде ошол жер маселеси чечиле турган болсо, дагы бир жолу айтып коеюн, улар толук кандуу шаардык болот. Davlat rahbari tez fursat ichida yer masalasini hal etish vazifasini topshirdi. Кышка чейин үлгүрбөй каласыңар ким билет. Жанагы берип аткан контейнерин деле ала бергиле. Ал тура берсин. Ал деле өзүнчө 2 комнат, 3 комнат, 2 комнат, 1 комнат. Кадимки эле үй ал. Ал деле кийин керекке тет. Ал да өзүнчө бир үй да. Кыргыздар билесиңер, үйүн салып коюп, анан бер жагына отурат, ошо. Отура турган жери болот. Ну, главное, эч ким өтүп кеткен жок, кырсык болгон жок да, ошо Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Анда ошондо чечелик, мен даярмын жанагы 200 миңден 20 үй бүлөгө, 25 бүлөгө 5 миллионду силерге которуп берейинби түзөлө? Жок, түзөлө, бул жерге которолу. Жеп койбой бересиңер. Prezident bundan tashqari qurilayotgan suv omboridagi vaziyat bilan ham tanishdi. Shahar rahbari u yerda olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berish bilan birga qurilish ishlari 2016-yilda yakunlanishini va'da qildi. Ta'kidlab o'tsak, suv ombori 6000 kub metrlik bo'lib, suv yetishmovchiligini bartaraf qilish maqsadida qurilmoqda. Qurilish ishlari o'tgan yilda boshlangan. Majran Ulug'bekqiz, Ajina Do'stmetova va Zayra Abdukarimov, Intimaq. O'zgan shahridagi ko'p qavatli uy cho'kish xavfida turibdi. Bu haqda mazkur hudud yashovchilari bildirdi. Ularning aytishicha, uyning yerto'lasidagi suv quvurlari yorilib, 2 yildan beri ichini suv bosgan. Ta'mirlashga qurbi yetmagan yashovchilar suv to'lganda tozalab turishadi. O'zgan shahrining Skriabina ko'chasidagi 30 va 40 uylarning yerto'lasini suv qopladi. Bu kabi ko'rinish yangilik emas. Bundan 2 yil avval ham yerto'ladagi quvurlar yorilib suvga to'lib qolgan. Eskirgan quvurlarni almashtirishning imkonini topa olmagan yashovchilar yiliga 2 marta suvni so'rdirib olishadi. Ba'zan ichki tomondagi suvlar tashqariga chiqib, uylarning ichiga ham kirib ketadi. Yomg'ir yoqqanda mana tashqari ham to'ladi. Tashqaridan bolalar maktabga o'tolmay qoladi, ayniqsa bu tomon. Podvaldiki to'lib bu yoqqa turishadi. Mana trotvaldiki ko'payadi. Qancha yildan beri shunday? 2 yildan o'tdi. Negizi Aqchaga kelib taqalyapti. Bu suvlardan chiqqan turli hidlar uy ichigacha kirib ketadi. Bu ikki uyda 80 xo'jalik istiqomat qiladi. Ularning barchasi uy qulab tushishda xavotirda yashashadi. Tegishli xizmat vakillari uyning holatini tekshirishmagan, biroq yashovchilar uyni avariya holatiga tushib qolgan deb hisoblashadi. Suvni to'xtatib, butunlay to'xtatib tashlaylik desangiz, aholi suv ichadi. Uni aradagi suvda ham yo'q oqib keladi. Uni hech kim icha olmaydi. Shuncha avariya holat deyapmiz, endi o'zimizcha. Bu suv endi pashte suvimiz 10 yildan oshib ketdi, podvalimizdagi suvimiz. 10 yilda ichida bu yerda suv bilan turaversa, обязательно bu cho'kadi, cho'kmay qo'ymaydi. Yer ham suvni yillab icha olmasa kerak. Mazkur uylarning quvurlari 2007-yil ham yorilib ketgan. O'zgan shahar meriyasi tomonidan quvurlar ta'mirdan o'tkazilgan. Endi ularni qayta ta'mirlash uchun mahalliy hukumatdan mablag' ajratilmaydi. Murojaat qilganda ham xususiy uyga qayta yordam ko'rsatish qonunga to'g'ri kelmaydi deb tushuntirilgan yashovchilarga. Har bir uydukun bag'ı meriya tashib bera olmaydi, chiqarib bera olmaydi. Anda uylar abdan ko'p. Biroq o'sha uyda yashagan yashovchilar, o'sha damkom deb qo'yadi. O'shalar kvartal komitetler bizga egerде bir qayrilib turgan bo'lsa, qayriluvchi жөндөй bo'lsa, anda biz ularga yordam beratamiz. Bu yilgi yil 2015-yil o'sha to'liq suvun içine kirgizib olib har birine. Vodokanal bilen birgelikte, o'zgan toza suv birgelikte bardıq talaplar atqarilgan ekan. Biroq O'zgan meriyasining qo'shimchasiga ko'ra g'aznadan mablag' ortib qoladigan bo'lsa, noyabr oyida ta'mirlash ishlarini 50% ko'tarishadi. Shu bilan birga yashovchilarning ijtimoiy sharoiti hisobga olinib, ajratiladigan mablag' miqdori yana ham ortishi mumkin. Biroq quvurlar ta'mirlash bilangina ikki uyning muammosi hal etilib qolmaydi. Uylarning tom qismidan ham chakka o'tib yoriqlar paydo bo'la boshlagan. Hozircha uyning tomini yopib berish masalasi meriya rejasiga kirmagan. Hilol Azimova, Jumagul Zakir va Aybek Bedelbekov, Intimaq. O'tayotgan hafta so'ngida Intimaq teleradio kompaniyasining media maktabiga qabul qilingan yoshlar tanlovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarning umumiy soni 70 nafarga yaqin bo'lib, uning ichidan loyiqlari tanlab saralab olindi. 3-turda ularning ichidan ham yaxshilari saralanib, 15 ishtirokchi universal jurnalistikaga tayyorlanadi. Batafsil muxbirimiz hikoyasida.
Belli vaqtda televideniye, radio, internet bir-biri bilen sirmalashgan uyumda ishxonalar paydo bo'ldi da. Bunun bardыгы bizning jurnalistlardan boshqacharoq ishlashga turtki bo'ladi da. Shuning bardыгын bilgan spesialist, bardыгын bilgan işte şu tarmoq barni ishlagan jurnalistlarni tayyorlovni biz o'zimizga maqsad qildik da. Qirg'izistonda yolg'iz bo'lgan konvergent yo'nalishda ish olib borgan Antamaq jamoati endi yoshlarga ta'lim berishni boshlaydi. Har taraflama jurnalist bo'lishni xohlagan 60 dan ortiq ishtirokchi bugun tanlovga kelib, o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Men shu kelajakda mıқты elga emgak singirgan jurnalist bo'lishni qalayman. O'shunday ele birinchi turga o'tdim deganda men ayoy to'lqindan suyunganman-da. O'shunday ele men anketamni ушул жерге o'zim olib kelib topshirganman. Andan keyin bu yerda ikkinchi turgadagi to'lig'i менен o'tdim deb ishonamın. Себеби мен кичинемден бери ушул журналистиканы аркалайм деп өзүм ата-энеме дагы сөз бергенмин. Tajribali ommaviy axborot vositalarining vakillaridan tashkil topgan komissiya ishtirokchilarni jurnalist chevarchiligiga baho berishdi. Tanlov tele, radio, gazeta va operator montajyorligi uchun olib borildi. Shuni vaqt qanday o'qadi? Saytga da ulgurasizmi? Tanlov natijasi dushanba kuni chiqariladi. 60 dan ortiq yoshlar ichidan 15 nafari tanlab olinadi. Oktyabr oyida media maktab o'z ishini boshlab tanlanganlarni o'qita boshlaydi. Unda jurnalistikaga oid barcha bilimlar beriladi. Бардык платформаны окуп үйрөнүп жатышат. Мындан сырткары операторлукту үйрөнүшөт, монтажерлукту үйрөнүшөт, кадрды кандай монтажлар. Анан кийин интернет сайтты кандай түзөт. Ошону да окутуп жатабыз да. Мына азыр көрүп атасыңар, бизге анкета тапшырып резюмелерин бергендер аябай көп болуп атат. Укмуш көп болду. Биз тандай албай баштасак. Boshqa ommaviy axborot vositalaridan farqlanib, Intimaq jamoati bir vaqtning o'zida barcha tarmoqlarda ish olib boradi. Shu sabab media maktab har tomonlama yoshlarni tayyorlashni ko'zlaydi. Birinchidan universal jurnalistda biz o'shanday ma'lumot olib keldik. O'shol agar universal jurnalist bo'lsa, yaxshi bo'lmoq. Har tarafdan gazet, sayt, boshqalar, telekanal, teleradio. O'qitish ishlari vaqtida amaliy va nazariy bilim berish bilan birga o'quvchilar tayyorlagan materiallarni taqdim ham eta olishadi. Maktabni tamomlagandan keyin eng yaxshi loyihani amalga oshirish uchun mablag' ajratiladi. O'qitish ishlari 4 oy davom etib, natijasida jurnalist bo'la oluvchi 15 talaba Intimoqda ishlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan voqealarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanba nazar orqali yaxshi xabarlarga birgalikda nazar tashlaguncha omon bo'ling.